Hozirda jamoamizda moliyaviy jihatdan biroz qiyinchiliklar bor. Shu bois kimnidir xarid qilish rejamizda yo'q. Aksincha, futbolchilarimizni olib qolishga harakat qilyapmiz. Sababi ularning oldida yaxshigina takliflar bor. Umid qilamanki, mavsumni ushbu yetib oldi. Pas Murodbek Rahmatov bilan o'ynadi. Rahmatov o'tdi. Batafsil tushuntirib o'taman hozir. Bo'latovning uzatmasi xavfli chiqdi. Ismoilov penalti ishlashga bo'lgan harakat bormi yoki yo'qmi? Biz esa Ismoilov epizodini ko'rishimiz mumkin. Biroz ketish boshladi, yiqilishi. Kontakt bor yoki yo'qligini aniqlash oson emas. Mana bu kadr. Oyoqqa tegilgan. Jokic. Uchrashuvda qoyil Marushich to'pni olib qo'ydi. Odilov, Alisher jarima maydoniga kirib yiqildi. Qoida buzilgani yo'q, o'yinni davom ettirib sheriklar e'tiroz bildirishyapti unga. Lekin negadir yoqmadi, ammo hozir ham ishora qilyaptiki, outdan to'p o'yinga kiritiladi. Bu yerda birinchidan jarima maydoni tashqarisida bo'lgan Yovich yomon o'ynamayapti. Hozir VARda ko'rib chiqsa kerak. Qo'lga tegdimi? Hop. Qo'l bilan o'yin bor. Kirill Todorov qo'liga to'p tekkanda mana bu epizodda biroz Neftchiga berilgan penaltidagi vaziyatga o'xshab ketadi. O'yin bir sal qochib turganda yoki mana bu yerda Hamroyev chetroqda turganda aniq ko'rib olardik. O'tganda Jamshid jarima maydoniga ajoyib uzatmani amalga oshirib berdi. Marushich yana penalti so'ralyapti va hozir hakam VARni tinglaydi. Risqullayev VAR bilan juda biz takroran ko'rishimiz mumkin. Iskandarovdan ajoyib uzatma bor edi. Muxtorov qo'liga to'p tana orqali borib tegdi. Outdan Zoran Marushichga yetkazishga harakat qildi-yu, lekin shoshib qabul qilingan qaror o'zini oqlamadi. Degan futbolchilardan biri Muxtorov edi. Mana bunday oyoqni harakatlantirish yoqmadi Muxtorovga. Yaxshi uzatma jarima maydoniga. Marushich to'xtatib oldi. Zarbani sherigiga qoldirgandi, lekin Ratinho olib chiqib ketdi ikki nafar raqib orasidan to'pni va Ismoilovga nisbatan qoida buzilyapti mana bu yerda. Yana qizishib ketyapti o'yinchilar. Muxtorovni Yantiziq hakam bor edi. Tortishuvlar, to'qnashuvlar. Mana bu yerda